bo'yicha uchrashuvlar olib borilmoqda. O'sha uchrashuvda sizlarni yig'ilishib o'tiribmiz. Uchrashuvda asosiy maqsad nima? Har bitta oilada tadbirkorlik jalb qilish, har bitta mahallada mahalla agentlari tashkil qilindi, mahalla vakillari tashkil qilindi. Har bitta mahallada o'sha tadbirkorlik jalb qilish bo'yicha qo'llanmalar ta'min qilindi. Oilaviy tadbirkorlikdan olgan kreditlarni hozirgi kunda o'sha keyingi bosqichlarga ko'tarib, yanada tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha tayyor loyihalar berish rejalar bordi. O'sha hozirgi masalan Prezidentimiz 312 qaror bo'yicha 100 milliongacha garovsiz 300 milliongacha garov asosida qo'yib berilayotgan kreditlar bor. Undan tashqari bankimizda o'zimizning mahalla biznes loyihalari ham bor. 50 milliongacha kafillik asosida 30 milliongacha sug'urta, 12 milliongacha sug'urta asosida biznesga birinchi odam mening mahalla produktlardan berib borilyapti. O'shanday hozirgi kunda qishloq xo'jaligi bo'yicha qurilgan namunamiz bor. Oilaviy tadbirkorlik bo'yicha biznes loyihalar bo'yicha qo'llanmalar har bitta mahalla tarqatgan. Qaysilarida qiziqish ma'nolar bo'lgan bo'lsa, borib tanishishlaringiz mumkin. O'sha har bitta mahallaning o'zining mahalla agenti bor, hokim yordamchisi bor, mahalla bankiri bor. O'sha kreditlarni ajratish bo'yicha sizlar bilan tushunchalar olib boradi.